funksiya grafikiga o'tkazilgan urinma haqida, demak funksiyaning urinma tenglamasi. Ma'lumki, demak ko'pincha o'sha qavariq ko'rinishdagi funksiyalarga, funksiyani qiymatlariga demak urinma o'tkazish mumkin. Mana ahamiyat bering. Turli ko'rinishdagi demak urinmalar mavjud. Demak urinmalar mavjud va uning urinma tenglamasi fx funksiya grafikiga o'tkazilgan demak urinma tenglamasi y barobar f'(x0), ya'ni x teng x0 nuqtadan o'tkazilgan urinma hisoblanadi. Ushbu nuqtalarni mana bir izoh tariqasida ko'rsatishimiz mumkin. Qaysi funksiyaning qanday nuqtasidan o'tkazilgan bo'lsa, o'sha nuqtaning demak absissasi bu x0 nuqtadan o'tkazilgan. X teng x0 nuqtasidan fx funksiyaning x teng x0 nuqtasidan o'tkazilgan urinma. Bu mana yuqorida yozilgan f'(x0) x minus x0 plus fx0 ko'rinishdagi demak formula qoidaga binoan demak aniqlanadi. Bu demak to'g'ri chiziq bo'lganligi bois bu go'yoki to'g'ri chiziq tenglamasi deb buni qarash mumkin. Albatta, mana buni formulani o'zini tahlil qiladigan bo'lsak, mana qovuslarni ochib ushbu urinma tenglamasini mana bu ko'rinishda ham tasvirlash mumkin bo'ladi. Go'yoki bu y barobar demak kx plus b ko'rinishidagi ifoda bo'lib, bu demak mana k ga teng, mana f'(x0) va bu ozod xat, ya'ni b ni ko'rsatib turayotganini aytishimiz mumkin bo'ladi. Ushbu funksiyaning urinma tenglamasiga formulasidan xulosa qilishimiz mumkin. Demak, funksiyaning o'sha geometrik funksiya hosilasining geometrik ma'nosi ham aynan shundan kelib chiqqan. Ya'ni k bu f'(x0) bo'ladigan bo'lsa, bu urinmaning, bu bizga ma'lumki k bu to'g'ri chiziqning burchak koeffitsiyenti bo'lsa, f'(x0) demak tangens alfa ni bizga tengligini ko'rsatib turibdi. Bu demak to'g'ri chiziqning burchak koeffitsiyenti yoki urinmaning burchak koeffitsiyenti ham deyilishi mumkin. Urinmaning burchak koeffitsiyenti f'(x0) ga tengligini aytib o'tish kerak bu yerda. Keling, birorta funksiya olaylik. Mana y barobar x kvadrat minus 3x funksiyaning x teng demak 2 nuqtasidan o'tkazilgan urinma tenglamasini tuzing. Y barobar x kvadrat minus 3x funksiyaning x teng 2 nuqtasidan o'tkazilgan urinma tenglamasini tuzing. Ushbu urinma tenglamasini tuzish uchun bevosita dastlab urinma tenglamasini formulasiga murojaat qilamiz. f'(x0) x minus x0 plus fx0 ko'rinishda bo'ladigan bo'lsa, ma'lumki, demak fx funksiya bizda x kvadrat minus 3x ma'lum funksiyalarning y teng yoki fx teng ko'rinishda berilishi mumkin. Shu boisdan demak fx teng x kvadrat minus 3x ga aylantirib oladigan bo'lsak, uni dastlab uni hosilasi kerak bo'ladi bizga. Aniqlab qo'yamiz hosilasini. 2x minus 3 ga teng hosila hamda x0 qiymatni 2 ga teng ekanligidan funksiyaga o'tkazilgan urinma tenglamasi f'(2) x minus 2 plus mana f2 ko'rinishda x0 ni o'rniga 2 ni joylashtirdik. Hosilani 2 dagi qiymati demak 1 ga teng x minus 2 va funksiyaning 2 dagi qiymati minus 2 ga tengligini aytib o'tamiz. Bu ifodani soddalashtirib y teng demak x minus 4 ko'rinishidagi tenglama hosil bo'ladi va ushbu y barobar x minus 4 to'g'ri chiziq aynan y barobar x kvadrat minus 3x funksiya grafikiga o'tkazilgan urinma hisoblanadi. Shu o'rinda demak mana eslatma tariqasida aytishimiz mumkin. Ushbu x kvadrat minus 3x va y teng x minus 4 ma'lumki, birinchi berilgan funksiya demak paraboladan iborat grafiki, ikkinchisi demak o'sha to'g'ri chiziq tenglamasi bo'lgani bois ularni kesishish nuqtasini mana aniqlaydigan bo'lsak, kesishish nuqtasi albatta ular funksiyalar tenglashtiriladi.
x kvadrat minus 4x plus 4 teng 0 ko'rinishda hamda bu x minus 2 ni kvadrat bo'lganligi bois ahamiyat bering. Parabola va to'g'ri chiziq bitta umumiy nuqtaga ega bo'lyapti va bu o'z-o'zidan mana parabola demak bitta umumiy nuqtaga ega bo'lsa uringan hisoblanadi. Ikkita umumiy nuqta bo'lganda demak kesishadi va parabola umuman umumiy nuqta bo'lmaganda demak parabola va to'g'ri chiziq kesishmaydi. Demak 3 ta hol bo'lishi mumkin. Bu aynan bitta nuqta umumiy bo'lganligi sababli aynan x teng 2 nuqta aynan o'sha urinish nuqtasi hisoblanadi. Bu shunchaki bir eslatma edi. Ushbu masalaga bir qo'shimcha izoh. X teng 2 nuqtada demak urinishligini demak bemalol aytib o'tish mumkin bo'ladi. Navbatdagi funksiya demak mana fx teng x kub funksiyaga minus 1 va minus 1 ayni bu yerda endi nuqtaning koordinatalari berilgan funksiyaga nuqtadan o'tkazilgan urinma tenglamasini tuzing. Bu yerda yuqoridagi masaladan farqli o'laroq x teng 2 nuqtasidan yoki x0 teng minus 1 nuqtasidan kabi so'zlar yo'q. Ya'ni funksiyaning x0 teng minus 1 nuqtasidan o'tkazilgan urinma tenglamasini tuzing deyilmagan. Ammo berilgan nuqtaga ahamiyat bersangiz minus 1 va minus 1 nuqta bu aynan fx barobar x kub funksiyaga tegishli ekanligini ko'rish mumkin. Demak, tegishli. Mana x o'rniga minus 1 qo'ysangiz funksiyaning qiymati ham minus 1 kelib chiqadi. Shundan demak xulosa qilishimiz mumkin. Demak, bu nuqta funksiya grafikiga tegishli va u x o'rniga minus 1 ga teng deb olishimiz mumkin. Shu bois demak funksiyaning xoslasi aniqlanadi. 3x kvadrat yuqoridagi minus 1 dagi mana qiymatni ham hisoblashimiz mumkin. Minus 1 dagi qiymat minus 1, hosilani minus 1 dagi qiymati 3 ga teng. Demak, tenglamasiga muvofiq ketma-ket tarzda formulaga qo'yib yozib chiqadigan bo'lsak, qiymatlarni joylashtiramiz. Mana natijasida 3x plus 2, ya'ni y barobar 3x plus 2 ko'rinishdagi demak to'g'ri chiziq tenglamasi, ya'ni urinma tenglamasi hosil bo'lganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Endi yana bir narsaga e'tiboringizni qaratamiz. Urinma tenglamasini yoza oladigan bo'lsak, demak agar f'(x0) teng 0 bo'ladigan bo'lsa, ya'ni kichkina izoh tariqasida demak burchak koeffitsiyenti 0 ga teng bo'lgan holatlarda mana k0, ya'ni o'sha kx plus b ko'rinishidagi to'g'ri chiziq tenglamasidagi k0 bo'ladigan bo'lsa, urinma demak mana y barobar fx0 ko'rinishda bo'ladi. Mana urinma y teng fx0 ko'rinishda bo'ladi va bu urinma ox o'qiga parallel joylashadi yoki gorizontal urinma ham deyiladi. Ox o'qiga parallel joylashadi. Demak, yoki gorizontal urinma ham deb yuritiladi. Gorizontal urinma. Bunga demak mana izoh berish mumkin albatta. Biror bir mana funksiyaning ekstrem nuqtalaridan umumiy qilib aytganda, funksiyaning ekstrem nuqtalaridan o'tkazilgan urinmalar ox o'qiga parallel yoki gorizontal ko'rinishda bo'ladi. Mana ekstrem nuqta, maksimum nuqta, mana bu minimum nuqta. Ushbu nuqtalar orqali o'tkazilganda demak gorizontal urinma hosil bo'lishini chizmada ham grafik orqali mana tasvirlab berdik. Shu boisdan f'(x0) aynan bu nuqtalarda 0 bo'lganligi sababli y barobar fx0 ko'rinishidagi demak urinma tenglamasi. Ushbu qoidaga muvofiq yechiladigan masalalarga mana misol tariqasida fx barobar x minus ln x funksiyaning gorizontal urinmasining demak tenglamasini tuzing. Urinmasining tenglamasini tuzing. Gorizontal urinma tenglamasini tuzing. Demak, dastlab buni demak ahamiyat bering. Demak, x0 ning qiymati mavjud emas, ya'ni qaysi nuqtada o'tkazilgan urinma ekanligi mavjud emas. Uni demak yuqoridagi qoidamizga muvofiq f'(x0) ning 0 ekanligidan aniqlashimiz mumkin. f'(x0) bu 1 minus 1 taqsim x0 bo'ladi funksiyaning hosilasi. Uni 0 ga tenglaydigan bo'lsak, x0 ning 1 ga teng ekanligi kelib chiqadi. f'(x0)
1 minus 1 taqsim x 0 bo'lsa, uni 0 ga tengladik va ushbu tenglamaning yechimi x 0 teng 1 ko'rinishda bo'ldi. Yuqoridagi qoidamizga ko'ra, demak, funksiya grafiga o'tkazilgan urinma y teng fx 0 bo'lganligi bois x 0 demak funksiyaning x o'rniga demak sonli qiymatini qo'yamiz va uni hisoblaymiz. Natijada mana y teng 1 degan demak gorizontal urinma hosil bo'ldi. Aynan ushbu funksiyaning demak gorizontal urinmasi y teng 1 ko'rinishdagi demak to'g'ri chiziq ekanligi ma'lum bo'ldi. Ayrim hollarda masalalarda o'sha x0 ni mavjud emasligi yoki x0 ni berilmasligi ko'zga tashlanadi. Uni biz x0 ni demak aynan o'zimizni aniqlashimizga demak mana to'g'ri keladi. Ushbu turkumdagi masalalardan yana bittasi mana masalan y barobar ln x funksiyaning grafigiga o'tkazilgan urinma koordinata boshidan o'tadi. Demak, y teng ln x funksiyaning grafiga o'tkazilgan urinma koordinata boshidan o'tadi. Shu urinmaning tenglamasini yozing. Yozing. Bu yerda ham demak x0 mavjud emas. Aynan shunday x0 mavjud bo'lmagan holatlarda demak urinma tenglamasini berilgan funksiyadan kelib chiqib qandaydir x0 nuqtadagi o'tkazilgan urinma deb qarash maqsadga muvofiq, ya'ni ushbu funksiyaning hosilasi 1 taqsim x0 ekanligidan f' x0 demak 1 taqsim x0 ga teng x minus x0 va plus ln x0. Ahamiyat bering, x0 ni o'rniga hech qanday sonli qiymat mavjud bo'lmaganligi sababli aynan o'sha x0 ni o'zini qo'yib mana qandaydir o'sha y barobar 1 taqsim x0 ko'paytirilgan x minus x0 plus ln x0 ko'rinishidagi ifodaga keltirdik. Yuqoridagi berilganlarga muvofiq ushbu funksiya grafiga o'tkazilgan urinma 0 nuqtadan o'tganligi bois x va y larni o'rniga 0 joylashtiramiz. Chunki 0 nuqtadan o'tadigan bo'lsa, bu tenglik bajarilishi zarur albatta. Bundan x0 ni mana topishga biz erishishimiz mumkin. Mana x0 ln x0 1 ga teng va x0 barobar y ekanligini aniqladik. Endi ushbu x0 ni qiymatini yuqoridagi o'sha x0 orqali yozilgan urinma tenglamasiga joylashtirsak, mana 1 taqsim y x minus y plus ln y. X taqsim y minus 1 plus 1. Natijada mana x taqsim y ga teng y barobar x taqsim y ga teng ifoda hosil bo'ldi. Ushbu demak masalani yechimi yoki javobi aynan y barobar x taqsim y ko'rinishida bo'ladi. Ya'ni koordinat boshidan o'tuvchi urinma tenglamasi hisoblanadi. Navbatdagi masala qaysi nuqtada y barobar kub ildizosti x funksiya grafigi absissa o'qi bilan demak absissa o'qi bilan 30 gradusli burchak tashkil qiladi. Masala demak qiziqroq. Bu yerda demak urinmaning aynan o'sha burchak koeffitsiyentidan foydalaniladi. Ma'lumki, shu o'rinda bir narsani ta'kidlab o'tish kerak. Y chiziqlar mana y chiziqlarining qaysidir nuqtasining demak ox o'qi bilan joylashuvi aynan shu nuqtada o'tkazilgan urinmaning ox o'qi bilan hosil qilgan burchagiga qiyoslanadi. Ya'ni o'sha burchak bilan teng hisoblanadi. Shu boisdan burchak urinma xossasiga ko'ra, urinmaning burchak koeffitsiyentiga ko'ra f' x0 tangens alfa formulamizga ko'ra demak ushbu funksiyaning hosilasini oladigan bo'lsak, mana kub ildizosi x ning hosilasi bu 3 dan 1 x darajasi minus x taqsim 3 ga teng bo'ladigan bo'lsa, uni tangens 30 ga tenglash natijasida mana x0 aniqlanar ekan. Mana bu tangens 30 gradusga tengligini yozishimiz mumkin. Bu yerda x0 ning minus x taqsim 3-si bu ildizosi 3 ga tengligi, kubga oshiradigan bo'lsak x0 ning minus 2 darajasi 3 ildizosi 3
va x0 barobar plus minus demak 1 taqsim 4-chi ildiz 27 yoki plus minus 1 taqsim 4-chi ildiz 27 ko'rinishdagi qiymatlarni aniqlaymiz. Shu boisdan bu nuqtalarning demak koordinatalari agar x0 barobar 1 taqsim 4-chi ildiz 27 bo'ladigan bo'lsa, bu nuqtaning koordinatasi demak kub ildiz 4-chi ildiz 27 ekanligidan 1 taqsim 4-chi ildiz 3 hosil bo'ladi. Agar x0 ning manfiy minus 1 taqsim 4-chi ildiz 27 qiymatini oladigan bo'lsak, y0 kub ildiz mana ushbu qiymatni bemalol kub ildiz chiqarishimiz mumkin. Minus demak 4-chi ildiz 3 ekanligi kelib chiqadi. Shu boisdan bu ikkita nuqta demak javob bo'la oladi. 1 taqsim 4-chi ildiz 27 4-chi ildiz 3 ga, ikkinchisi esa minus 1 taqsim 4-chi ildiz minus 27 va minus 1 taqsim 4-chi ildiz 3 qiymatlarni demak javob tariqasida aytishimiz mumkin bo'ladi. Demak bu nuqtalarda aynan shu nuqtalardan o'tkazilgan urinma OX o'qimini 30 gradus burchak tashkil qiladi.